Assalomu alaykum azizlar. Biz keyingi videomizni YouTube'ga joylayapmiz. Bu galgi mavzuyimizda hozir bugun juma, soat uje obedga 12 bo'lyapti. 5-6 ta mashinalar bor do'konimizda bugungi kunning o'zida sotilgan. Ular hammaligi do'konga kelib, o'zligi tanlab, ko'rib olishdi. Hamda qaysi maqsadda, qaysi mashina olinishi kerakligi haqida biz bugun sizlarga ozgina bo'lsa ham tushuncha berib o'tamiz. Birinchi mashinamizni mana bu mashinamiz bo'ldi. Chinozga dasturga jo'natdik. Shu mashinamizdan 1.350.000 dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Qaysi tomonlama bu mashinamizda kimlarga ma'qul keladi? Eng asosiy sababi anchagina hamyon bor. 1.350.000 ga yo'l tanlamaydigan baggi mashina bo'lyapti. Balonli yumshoq balon, oldi fari o'chib yonadi, eshik ochilib yopiladi. Bu yerda xil muzikalar qo'ysanglar bo'ladi, fleshga o'qiydi. Ham gaz pedalidan, ham pultdan masofadan boshqarsanglar ham bo'ladi. Даже mana bu knopkalargacha ishlaydigan qilingan, bittasida signalchaladi, bittasida muzikadan muzikaga o'tkazadi. Bu mashinamiz 35 kiloga yuk oladi, 1 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan hamda baland qavatli uyda yashaydiganlar uchun juda ham mos, sababi liftlarga ham bemalol sig'adi, o'zingizlar bilan mashinaga solib, etbetga olib ketsanglar ham bo'ladi, shunaqa ehtiyojinglar bo'lsa. Keyingi mashinamiz hozir bugungi kunda skidkada ketayotgan Jeep mashinamiz bo'ldi. Hozir buni ham sizlarga bitta obzorga beramiz. Bu mashinamiz ikkita bola uchun mo'ljallangan. Ikkita bola uchun mo'ljallangan deganda rul sentridan chapga qochgan bo'ladi. Bitta bola uchun alohida, ikkinchi bola uchun alohida joy qilingan bo'ladi. Salon qismi juda ham keng, 70 kiloga yuk olishga mo'ljallangan model. Zavod qilganinglarda ham oldidagi svetodiodlar hammasi polni yonadi. Mana. Oldi yonishi, balonli yumshoq balon, eshik ochilib yopiladi. Sidin ikkita bolaga alohida kojini qilib ishlangan. Fleshga o'qiydi, xilma-xil muzikalar qo'ysanglar bo'ladi. Tablolar yonadi, ham gaz pedalidan, ham pultdan bolani o'zi boshqarsa ham bo'ladi. Juda ham katta qilib ishlangan model. Qanaqa qilib bu mashina 70 kiloga yuk oladi desak, mana mashina oyog'ini osmonga qilganimizda tegida mana shunaqa jelezalar qilingan bo'ladi mana. Reshotkaga o'xshab tegida mana bunaqa jeleza o'tkazilgan. Bu hamma mashinada ham bo'lavermaydi. Shuni hisobiga bu mashinamiz katta yuk oladi. Bu akamizga ikkita bola uchun mo'ljallangan mashina kerak bo'lgani uchun bizlar bu mashinani taklif qildik hamda summasi ham 2.800.000 ga bunaqa bahaybat mashina juda ham ideal. Mana bular ham shu pul atrofidagi mashina mana misol uchun. Lekin bular qolgan mashinalar bundan ancha kichkina mana. Yonma-yon mana ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana bular ham shu summa atrofida, lekin bular kichkina. Bu anchagina katta. Keyin amortizatori ham juda ham yumshoq ishlaydi. Amortizator ishlashi hozir videoda mana. Bundan ancha yumshoq ishlaydi, ham bitta qo'lda sal noqulay bo'lyapti bizga ham. Xo'p, keyingi sotilgan mashinamiz Gelevage mashinamiz bo'ldi. Do'konimizga Gelevagelarning eng kattasi bu G63 emas, bunda ikki xili bo'ladi. Bilasizlar, mana litsenzionni deyiladigan G63 modelimiz. Bu mashinamiz undan ham katta qilib ishlangan bo'ladi. 6688 modelimiz. Bu mashinalarni boshqa mashinalarda yo'q xususiyati 24 voltli akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Bu nima degani? Mana bu mashinalarning tezligi обычный 7-8 bo'ladigan bo'lsa, bu maksimalni 13 gacha chiqadi, 13 gacha tezlasha oladi. Kattaroq bolalar uchun, tezlikni yaxshi ko'radigan bolalar uchun bu yaxshi tanlov bo'ladi. Hamda bunda dizayniga ham alohida ishlov berilgan, hashamdor, juda ham bagati mashina. Ko'pincha quda-anda tomonlarga bizda buni yaxshi olishadi hamda 3 yoshdan katta bo'lgan bolalar uchun yaxshi sotiladi. Sababi 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun biz ham 24 voltli mashinani tavsiya qilmaymiz, sababi tez yuradigan mashinalar 1 yoshli bolalarni ozgina cho'chitib qo'yishi mumkin. Balonli yumshoq balon, oldi fari o'chib yonadi, eshik ochilib yopiladi, sidina kojini qilingan, sidinani sinasi ham bunaqa suriladigan sidina bo'ladi, mabodoga oldinga orqaga qilib moslab olsangiz bo'ladi. Eshiklardan afishkalar bilan o'chib yonadigan qilingan. Hozir vat qilib ham ko'rsatib bera qolaman. Mana salonlar bilan polni yonadi, tablolar yonadi. Pavorotniga oldi farasi hammasi o'chib yonadigan qilib, zadni ham даже o'chib yonadigan qilib ishlangan. 70 kiloga yuk olishga mo'ljallangan model, ichiga ikkita 5 yoshli bola bemalol sig'adi. Bu ham juda ham baquvvat hamda juda ham bahaybat model hisoblanadi. Bitta mashinamiz bu edi. Xo'p, keyingi sotilgan mashinamiz xuddi boyagi mashinamizning ko'kidan bo'ldi. Sal oldin sizlarga video qilgan edim. Haqiqatda katta mashina, yo'l tanlamas mashina. Istalgan noutdagi usulda bemalol foydalansanglar bo'ladi. 2.800.000 hozir skidkada ketyapti. Keyingi modelimiz sotilish soni bo'yicha eng ko'p sotiladigan mashinalardan bittasi hisoblanadigan. Mana shu uchala modelimiz dizaynini farqi yo'q. Xuddi mana shu model 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan, 50 kiloga yuk oladi, balonli yumshoq balon bo'ladi, oldi fari o'chib yonadi, eshiklar tepaga ochiladi. Sidina kojini, bu yerda kichkinagina bagaj shasi ham mavjud. Nimada knopkada zavod bo'ladi hamda kachlik funksiyasi ham alohida knopkaga qo'yilgan bo'ladi. Kachlik funksiyasi hop mana hozir zavod bo'ldi. Yoqqanimizda bolani o'zi mana bunaqa kachlik qilib turadi. 85%, 90% mashinada shu funksiya bo'ladi. Faqat ko'p mashinada bunaqa alohida knopkaga o'tkazilgan bo'lmaydi.
Flash o'qiydi, AUX o'qiydi, xilma-xil muzikalar qo'yisizlar bo'ladi. Sidiniy polniy kojiniy qilib ishlangan, balonli yumshoq balon. To'g'ri X4, ya'ni polniy videoshi bo'ladi shu mashinamiz. Mana bu yer tomonda yozilgan ekan, mana. Bu ham yo'l tanlamas. O'zining sinfidagi hamyon bor. 1,8 million dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Tashqi dizayni unaqa kichkina emas, unaqa katta ham emas, o'rtacha 6-7 yoshgacha bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu mashinamiz bo'ldi. Bu videomiz sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Misol uchun mana shu yerda bilmasa bo'ladi, mana bu mashina 1 yoshli bolaga azini kattalik qilishi mumkin. Hammasini hozir paket 1 yoshli bolaga oladigan bo'lsanglar, pulitida haydaysizlar, keyin bolani o'zi sal bo'yi o'sgandan keyin gaz pedalni bosib, o'zi mustaqil haydasa ham bo'ladi. Ixcham hamyonbop domligilar uchun bu modelimizda yaxshi model bo'ldi. Bu mashinamizda ikkita bola uchun mo'ljallangan hamda yo'l tanlamas haqiqiy bezdaryojaga mo'ljallangan, notekis yo'llarga mo'ljallangan mashina. Ikkita bola bu yerda talashib qolmaydi. Gelevagi mashinamizda ham sifat, ham dizaynni o'zida jamlangan mashina bo'ladi. Sababi dizayni ham juda ham chiroyli. 90% mijozlarimizga yoqadi Gelevagi mashinamizda. O'zi Gelevagilarning hammasi dizayni juda ham hashamdor qilib ishlangan bo'ladi. Shu mashinamizdan bular qatoriga qo'shiladi. Ham sifat, ham dizayn bu yerda umumiylashgan. Mana mashinamizda bo'lsa, endi dizayni kimga qanaqa, xunuk mashina emas. Misol biz o'zimizga ham yoqadi, lekin sifati однозначно baland mashina. Bu mashinamiz $370. Endi summasiga ham hisoblasanglar 2,8 mingga $370. Hozir bugungi kunda 12 mingdan bo'lsa ko'rsiz bitta hisoblab ko'rsanglar bo'ladi. Bu ancha qimmat chiqadi, lekin mana bilan sifati pashti. Bu ham 70 kilogacha. Faqat bu 12 voltli bo'ladi, sekinroq yurishga mo'ljallangan. Bu 20 motor 13 gacha chiqadi. Endi bu yerda baribir sifati buniki baland. Bu ham qolishmaydi, o'zining segmentida juda ham yaxshi, ishonchli, sinovdan o'tgan mashina bo'ladi. Mototsiklarimizga ham qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Mototsiklalarimiz 3 yoshdan boshlab foydalansanglar bo'ladi. Mana bu eng ko'p sotilgan modelimiz, sababi o'zi ham 3 yoshdan 8 yoshgacha deb yozib qo'yilgan. O'sha xitoylik ishlab mana age. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar tomonidan 3 yoshdan 8 yoshgacha bemalol farzandliklar foydalansa bo'ladi. Sidiniy kojiniy gazi qo'lda bo'ladi. To'g'rimizda oyoqda kalitda zavat bo'ladi. Bitta zavat ko'ramiz buni ham. Mana zavat bo'lishlari. Ovozi balonli yumshoq balon bo'ladi. Faqat mototsiklarimizda pulit bo'lmaydi. Bitta mamutdagi mototsiklimiz bundan mustasno, bunda pulit chiqadi. Lekin baribir mototsiklda bola o'zi haydagani yaxshi. Xo'p, bu yerda mototsiklimizni 3 yoshdan boshlab 15 yoshgacha ham, 13-15 yoshgacha ham foydalanishga mo'ljallanganlari bor. Misol uchun mana modelimizda maksimal tezligi 18-19 ga chiqadi. Buni haydash uchun kamida 5 yoshli bo'lish kerak. U yog'iga misol uchun men o'zim uchganman, 83 kilo o'zimni vesim. 80 kilogacha bemalol yuk ola oladi. Balonlar haqiqiy balon bo'ladi, nadivnoy. Yonida pomagatli oyog'i ham mavjud, sidiniy kojiniy bo'ladi. Tabloda necha tezlikka tortganinglar, qancha batareyaga qolganini ko'rsatadi. Oldi farasi o'chib yonadi. Yurishi ham anchagina tez. Yo'q ko'ramiz. Mana zavat qilganimizda mana hozir ovozni o'chirib qo'yamiz. Necha tezlikda ketayotgani, mana bu yerda qancha masofada bosib o'tgani hamda batareyka foizda qancha qolgani. Gazi qo'lda bo'ladi, o'chirib yo'qolgan knopkasi, to'g'rimizni 3 xil rejimda sekin tez qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda bunga qo'ysak, maksimal tezligi 6, ikkinchisiga qo'ysak maksimal tezligi 12, 3 ga qo'ysak maksimal tezligi 18-19 gacha chiqadi. Komplektida shlemi, ochkisi, tizaga, tirsaga taqadigan himoya vositasi bilan bo'ladi. Shu modelimizda pomagatli oyog'ini keyinchalik olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Negaki ko'pchilik shumtaga to'polonchi bo'ldiga, men pomagatli oyoq qaytanga xalaqit qiladi. Bu siz mazza qilib uchadi. Bugungi videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib qo'yinglar hamda kanalga obuna bo'lib qo'yish eslardan chiqmasin. Kun davomida shunaqa videolarni joylab boramiz, yoshga nisbat hamda yo'lda sharoitiga notekis, tekis hamda albatta eng asosiy jihati budjet tomonlarini ham hisobga olib, arzon lekin maksimal sifatli mashina taklif qilamiz.